Qarindoshlar, biz oldingi savoq darsimizda shu stringni kontrol qilish yoki inglizcha string manipulation o'rgangan edik. G'ayriy ibtidoiy soliq ma'lumot tipi, ya'ni string dan qanday qilib biz foydalanib uni o'zgartiramiz shu vaqtda so'zlagan bo'lgan amaliy misol keltirib texnik tushunishinglarga yordam qilay. Bugun package bo'lib 10-kuni shunaqa. Mesela biz bir string classning ichida yoki stringning ichida qanchatal harf bor yoki qanchatal shu char dan tuzilganligini tepish uchun length dan foydalanib topamiz degan-ku, length metodidan foydalanib. Mesela uning amaliy bir ishlatishini desam, Twitterni bilsangku? Twitterda 240'dan artıq söz qığıl bo'lmaydi go deyman. 240'dan artıq yoki qisqa uchurda mesela necha cheklim bo'ldi har qanday bir narsaniki. Mesela Twitterni biz 200 necha deb 200 necha harf yozib o'tamayli. Mesela Twitterni biz 10 so'zdan tarkib topgan qilib cheklab qo'ysak, faqat 10 so'z yoki 10 mo'ba qisqa bo'lib qoldi-ki. 20 so'z deyli yoki 20 harf. Faqat 20 harf bo'lsa yo'llay oladigan, eshib ketsa yo'llay olmaydigan. Ashuna qanda biz shu lengthni foydalanib string manipulation orqali ishga oshiramiz. Masalan, main metodni qurib oldim, main method shunaqa. Scanner quray boshda. Biz scannerni oldin qismli darslarda so'zlagan. Shuni oldin ko'rib olsanglar bo'ldi. Scannerni kirgizib masalan only enter 20 letters. İngilizce gap bu, faqat 20 harf kirgizing demakchi. Boşluq yoki nim bo'lsa o'z ichiga oldi demakchi. Unda bo'lsa bu string ga kirgizgandan keyin buni tweet dey. Men faqat 20 so'zdan cheklab qo'ymayman. Buni birlam so'z kirgizgan bo'lsa, bo'shliq yozmay tugaydigan bo'lib qolsa, next line qilsak bo'ldi. Nima? Next qilsak bo'ldi. Lekin biz bo'shliq yoki bir narsa pash kirgizishimiz mumkin shunaqa. Shunga nimani kirgizamiz? Next line. Hem bir de şartlik bilan if statement işletimiz bir de. Eğer biz kirgizgan so'z tweet qanda mushning length qanchadan yuqori bo'lib qolsa, 20 dan yuqori bo'lib qolsa, 20 dan yuqori bo'lib qolsa, nima deb eskartishimiz? Men Uyg'urcha beray masalan bo'ldi, inglizcha bilmay qolib qolsanglar. Faqat 20 harf kirgizing. Agar 20 dan uzunligi qanday 20 deyishib ketib qolsa, 20 harfdan ishib ketdi. Qayta kirgizing. 20 dan ortiq bo'lib qolsa. Undan kichikroq tang bo'lib qolsa-chi? Yoki else if deb uni 20 dan kichikroq tang deyishimning hojati yo'q. Ya 20 dan ortiq yoki kam. Agar undan boshqasi bo'lib qolsa-chi, 20 dan bundan boshqasi nima bo'ldi? Else nima bo'ldi? Shu 20 dan kichikroq tang shunaqa. Unda esa shu tweetning o'zidan qanda besib chiqaramiz. Tweet qopti, tweet. Rasman qilsak faqat 20 harf kirgizing deydi, tushunami? Masalan, bunda
Qalayımqan bir narsani kirgizib, masalan, men 20 dan oshirib deyman. Oshirib etsam nima deydi? 20 harfdan eshib ketdi, qayta kirgizing deydi. Bu qanday biz 20 harfdan eshib ketganligini deganda, men oddiy program yozib, mening langsini qanday 20 dan eshib ketsin, menda harf chiqaring deb kirgizib qo'ydim. Endi faqat 20 dan oz bo'lsa, salom dunyo. Men Mahmudjon desam qanday? Bu 20 harf eshib ketdi. Mesela men 20 demey, 140 deb qo'yaychi. Twitterning 140 qo'y deyman. Bo'lmasa bek qisqa qolib qoldi. Salom dunyo. Men Osman Qozi. Mana salom dunyo, men Osman Qozi deb chiqaryapti. Chiqirib turdi. Agar uni deyishib ketsa, 140 uni ham his qilolmayman bo'ldi. 140 deyishib ketsa, harf. Bu nima deb chiqadi? 20 harf deyishib ketdi, qayta kirgizing degan. Mana bu shu qanda biz kontrol qilyapmizmi shu stringninki kirgizganda. Hamda yana bir misol tuzib bersam, masalan, to'rbekat dey. To'rbekat. Masalan, bir to'rbekat bor. To'rbekat. Uning adresi qanday? www.cheket.uyg'ur.it.com shunaqa. Endi biz buni qanday holatga keltirmoqchi deganda, ikkinchisi ma'nolik keyniga manbasi qanday? Buni manba qanday? Biz meyda bir boşluq var. To'g'risida sual so'rang. Yana bir boşluq var. Endi biz qanday holat keltirmoqchi deganda, bu ikkisidan foydalanib, eng oxirdagi holat qanday? Ya'ni output deydi. Output qaysi holat kelish kerak? Yantoq siziq. Biz to'g'risida sual so'rang. Musha holatiga keltiramiz ya. Musha holatiga biz chiqarishimiz kerak. Mush ikkisidan foydalanib. Unda siz buni qanday ishlaymiz desanglar, unda esa shu string manipulation, ya'ni stringdan kontrol qilish orqali maqsadga yetamiz. Birinchisi qanday? Tor bekat mushugu. İkincisi manba qanday? Diqqat qilsanglar, mayada bo'shliq bor. Biz ma'lumot keltirish uchun qanday qilamiz? Biz oldingi saatlar o'rgangan nurg'un metodlarni o'rgangan tuxum stringninki. Qanday qilib kontrol qilgan, manipulate qilgan. Eng avval biz mushini ma'lumot keltirishimiz kerak. Undan keyin mesela men mana da holatga ekalay bo'libdi. Texnik qiyinlashtirish uchun. Qiynamasam edi. Ma'lumotga eklab, undan keyin ma'noni qo'shib bersam ham qanday? Bir yon to'siq bilan bu tutadi degan. Bundan birinchi bo'lib ma'lumot qanday eklaman? Bu yerda eng avval men ikki tarafdagi ma'vu bo'shliqni yo'q qilyapman. Birinchi qadamda qanday bo'shliqni yo'q qilyapman? Manba tang qanday? Manba trip
nima? Trim debdi mi? Ma arqali qanday yo'q qilib o'timi? Ma menda keng eng sig'tan. Masalan, buni besib chiqarsam, manbani. Qanday? Ma bo'shliq tugidi. Bo'lmasa, masalan, an besib chiqarishga manba qanday bo'ldi? Mana qaranglar mana. Birinchisi mana ikki bo'shliq bo'lib qoldi. Hozir menda mana bo'shliq yo'q, space yo'q. Jiritay bunda. Birinchi ulab qanday qildim? Ikki bo'shliqni yo'qotdim. Ikkinchi ulab miyada cho'ng harflik so'zlar bor, harflar bor. Hammani qanday kichik harfga aylantirib o'tdim. Ikkinchi qadamda qanday? Ikkinchi qadamda manba qanday? Manba kichik harf hammamiz kichik aylantirish uchun to lowercase de. Mush metoddan foydalandik. Hamda hammani cho'ng aylantirish uchun qanday? To uppercase aylantirib o'tamiz. Hamda men mana besib chiqarsam, mana biz to'g'risida savol so'rang. Hammasi qanday? Hamma harflar kichik harfga aylanib ketdi. Chunki men mana to lowercase dan foydalandim. Hamda biz miyaga bir yan to'siq qatmasa qolmaydi. Yan to'siq shunaqa birinchisiga. Yan to'siq. Endi uni qanday qatmaymiz deganda manba tang manba yo'q. Yan to'siq concat manba. Chunki ma'no o'zim men string altida o'xshash. Bunda yozsam bo'ldi. Yoki buni faqat unutmasanglar, ba'zan faqat unutmaysizlar. Bir kallangni unutmaydi, nima shunda oldi deb turibdi. Qabul qilmay, sen nima shunda oldi deb turibdi. Yanto deb qo'yib, manda berib nimaga? Qanday o'xshash mashqisi. Endi men saqanda mana yan to'siq keldi. Endi biz men osti siziqni lam qanda? Osti siziqni mush yanto deyman. Eng ostiga mushni qo'ysaqlam, qarsanglar misol bo'shliqni o'rniqanda mushlam qo'ysak, biz mush altda kelal ekanmiz endi. Ham buni qanday qilamiz desak, biz nima degan toq? Replace o'rni almashtirish degan. Manba qanday? Manba replace qanday? Bo'shliq o'rniga nima beryapman? Osti siziq berib etsam, qaranglar mana, hammamiz o'zgardi. Bo'shliq o'rniga ma keldi. String manipulation degan shunda kontrol qilamiz. Endi qanday qilamiz? Eng oxirida biz mush manbani yana output dey. Buning ismi output bo'lsin. Qanday bo'ldi deganda tor bekat to'g'rimi? Tor bekat to'g'ri ekan. Concat ya'ni qo'shash demakchi-ku. Concat qaysidan manbani hamda miyaga nimani qilamiz? Masalan output bizdan talab qilgani output shunaqa. Output cho'qim manda olash kerak shunaqa. Mana men outputni besib chiqarsaqlam. Mana. Qaysi altda keldi?
Bizden talep qilgan oldi keldi. Bunda aylandırmamız demekçi. Mana şu string manipulation yoki stringni kontrol qilish degan gap. Hamda yana bir misol olib bersam, masalan, chunki biz substringlarni ishlatmadim qo'y, men shularni ishlatib ko'rsatib qo'yay. Ham substringni qanday ishlataman deganda, masalan, ismday ism masalan bir ism bor. Ism birinchi ism. Almasday. Birinchi ism Almasjon. Biz Uyg'urlar Almasjon ismning keyingi jon olamiz go. İkinci ism qanday? Osmanjon. Üçüncü qiz bolaning ismini bersam, masalan Rabigul. Odatda ismni cho'ng harf bilan boshlaymiz. Kunanglar. Hamma shunday boshlab turay. Osmanjon Rabigul. To'rtinchi ism qanday? Jack olsun. Jack. Hamda biz qanday oddiy bir nima yozaylik shu o'g'avalning ismimi yoki yani Uyg'urlarning ismimi bir ism berilsa, Uyg'urlarning ismimi emasmi deganni hukm qildigan ha. Hukm qildigan. Unda esa eng avval if statementni bir nizat. Agar men miyaga scanner ishlatay. Yani scanner ishlatib scanner qanday ism qo'ysak bo'lardi miyaga? İsim kirgizing. Ana Uyg'ur o'g'illarning yoki erlarning, Uyg'urlarning o'g'illarning ismi emasligini. Bu kirgizgan ismning o'g'illar yoki qizlarning ismi ekanligini qanday tekshiradigan. Ya'ni bu yerda nima deymiz deganda, ismga shart biz Uyg'urlarda qanday o'g'il bo'lsa keyiniga jon, qiz bo'lsa gul deymiz deb turaylik. Endi hammasi unda emas, lekin shuna deb shart, shuna qilib turaylik. Bo'lmasa tekshirgil bo'lmaydi. Ism kirgizing shuna qo'y. Hem ism kirgizdi shuna qo'y. Bu string oldu bu. Ism qanday? Next. Chunki birlam ism degani birlam kirgizmiz go. Endi men nima deymiz? Agar ismning substring men qanday qilmoqchi? Eng oxirdagi 3 harf jon bo'lsa, o'g'il bolaning oldu. Agar eng oxirdagi 3 harf gul bo'lsa, qiz bolaning oldu demakchi. Men eng oxirgi 3 harfni qanday topman? Substring shunami? Nereden qayergacha? Eng oxirgi 3 harfni qanday topman deganda, mayli qanchalik uzunlik harflik ism bo'lsin, mushning uzunligidan masalan uzunligi 5 bo'lsa, 3-chi ismi qanday bo'ldi deganda, 3-chi ismi qanday? Length'den uzunligidan qanday 3 ni ilib bersak 3-chisi chiqadi. Masalan, buning degan gap sanlar index qanday? Şu ismning uzunligi, masalan shu ismning uzunligidan qanday? Eng oxirdan sanaganda 3 ni ilib etgandan mush ismning uzunligi chiqanda mushun topsam mush eng oxirgi 3 harf chiqadi.
Qizdirib oldi go. Ama shart bermabdim taqa. Agar musho qanda musho equals yana tang equals nimga tang bo'lsa, mushu jonga tang bo'lsa, o'g'il bolaning ismi. Agar mushu men logikani diqqat qilsam bo'lmaydi. Gul bo'lib qolsa gül bo'lib qolsa men ma'ni yo'g'antay bo'lmasa ayon ko'ramaysiz. Qiz bolaning ismi shunaqa. Uningdan boshqa bo'lib qolsa boshqa millatning ismi deb turay. Cho'qimda olmaydi. Shunaqa. Masalan, Almasjon degan almas desakmi bo'laverdi, men faqat shuna qildi degan shartni berib oldim. Men logikani tushuninglar. Ism kirgizinglar shunaqa. Masalan, Mehmetjon bo'lsa, o'g'il bolaning ismi deydi. Chunki qanda? Men kendiki ism Jonba. Sen bir qiz bolaning ismini kirgizay. Rizvan Gül. Qiz bolaning ismi deydi. Bunda bo'lsa, yana bir ism kirgizay, masalan, David deb. Chet ellikning ismini kirgizsam, boshqa millatning ismi deydi. Yana bir ism kirgizsam, Mahmudjon. O'g'il bolaning ismi demakchi. Mana shu qanda kontrol qilyapmiz, ya'ni manipulate qilyapmiz. Ya'ni men substring qayerdan qayergacha doirani besib chiqirdi demakchi. Ma'ning o'zi ma formula qanda, formula emas endi bu. O'zimiz o'ylaymizda eng oxiridagi 3 harfini qanda, har qanday so'zningki, ya'ni string lan bo'ldi ekan, so'zlabdi. Men string lan bo'ldi ekan, eng oxirgi 3 harfini besib chiqirdi degan gap ma'lum. Agar shu chiqargan so'zlar nimadan bo'lsa, jon bo'lsa, o'g'ilning ismi, gul bo'lsa, qiz bolaning ismi, agar u tang bo'lmasa, yo jon yo gul bo'lmasa qanda boshqa millatning ismi demakchi. Ya'ni musho string manipulation. Bugungi darsim mushagicha. Meningcha sizlar stringni kontrol qilishdan xillam cho'nqur tushunchaga oldinglar. Buni ko'proq mashq qilib turinglar. Boshqa savol tushunmagan nuqtalar bo'lsa, asl inkas shakl so'rasam bo'ldi. Rahmat.